Kim? İzzet aka, men qo'shningizmi? Nima Muhammad Ali? Qalaysan, o'g'lim, yaxshimisan? İzzet aka, o'zingizga qarab turing, mushukni yeb qo'yishi mumkin-da. Iltimos. O'rdakdan qozon kabob bo'lib qoldi. O'rdakning filesini yog'ini ajratib olamiz. O'rdakning filesini go'shtga va terisiga ajratib oldik. Endi terisidan yog'ini eritib olamiz. O'rdakning terisi yog'ini bergandan keyin qozondan olamiz. O'rdakning yog'iga pista yog' qo'shib olamiz. Yangi kartoshkamizni qovurib olamiz. Kartoshka qizargandan keyin olamiz. O'rdakning filesini qovurib olamiz. O'rdakning terisidan bo'lgan jizzani qozonga solamiz. Qovurib olgan kartoshkamizni ham qozonga solamiz. Tuz beramiz, zirit, kashnich. 20 minut, yarim soatga dimlab qo'yamiz. Kartoshka bilan o'rdak go'shtimizni joyini o'zgartiramiz. Olovni baland qilamiz va kartoshkani qovurib olamiz. Kartoshkani ustiga o'rdakni tashlaymiz. Tuzlangan mazani singdirish uchun mevali daraxtdan bo'lgan cho'g'ni sovuramiz. 10 minutga qozon qopqog'ini yopib qo'yamiz. Ovqatimiz pishdi. Qo'shni bir aytishiga nima deb to'g'ri tushuntiramiz? Kommentariyada variantlarni tashlab ketinglar.